30 mart günü Dünya Uyghur Qurultayı İcraiya Komitetining kengaytirilgan yig'inida yaqinqi zaman Uyghur davosida davr bo'lgich ahamiyatga ega 5 aprel Barn voqeasini butun dunyo miqyosida o'tkazish qaror qilindi. To'g'rida o'tkazilgan bu yig'inga Dünya Uyghur Qurultayı İcraiya Komitetining Amerika, Kanada, Yaponiya, Avstraliya, Türkiye qatorliq 10 necha davlatdagi a'zolari, har qaysi komitetlarning muavin mudirlari va Dünya Uyghur Qurultayini qo'llayotgan ommaviy tashkilotlarning mas'ullari bo'lib 80 kishi ishtirok qildi. Yig'inda 4-oyning 5-kuni Barn voqeasini xotirlash va 4-oyda Amerikada o'tkaziladigan faoliyatlar to'g'risida muzokara bo'ldi. Ko'pchilikka ma'lum bo'lganidek 1990-yili 4-oyning 5-kuni Qashqar Oqto'n noyisiga qarashliq Barn yesida bir qism yoshlar Xitoyning planliq tug'ut nomida Uyg'urlarni yo'q qilish siyosatiga norozilik bildirib qo'zg'alganda qonliq bostirilgan edi. Xitoy O'rta Osiyo Türk davlatlariga iqtisodiy jihatdan ta'sir ko'rsatish planini jimjit ilgari surmoqda. Xitoyning yangi planiga asosan Xitoy O'rta Osiyo hamkorlik mexanizmi katibat boshqarmasi yo'lga qo'yildi. Yegilishicha Xitoyning O'rta Osiyo davlatlariga qaratgan yangi plani bo'lgan Xitoy O'rta Osiyo hamkorlik mexanizmi katibat boshqarmasi Xitoyning g'arbiy shimoldagi muhim shahar Shanxi o'lkasining Xian shahrida yo'lga qo'yilgan. Xitoy Kompartiyasi Markaziy komiteti siyosiy byurosining a'zosi Tashqi ishlar ministri Wang Yi 31 mart katibat boshqarmasining muhimligi to'g'risida bayonot e'lon qildi. Nikkei Osiyo to'rining xabar qilishicha, Yaponiya va Yevropa ittifoqi o'zlarining Xitoyga bo'lgan tayinishchanligini azaytish uchun yangi avlod o'zak va batareyaning ilg'or materiallari ustida hamkorlik o'rnatishni muzokara qilishni planlagan. Yevropa ittifoqi komitetining yangilik yaratish va taraqqiyotiga mas'ul a'zosi Elina Ivanova o'rtaq qiziqadigan sohada bir xil suhbat ramkasini barpo qilish har ikki tarafning manfaatiga foydali dedi. O'rtaq qiziqadigan sohada bu xil suhbat ramkasini barpo qilish har ikki tarafning manfaatiga foydali dedi. Türkiye Adalet ve Taraqqiyot Partiyasining Markaziy ijroiya hay'ati tuningin Prezident Erdo'g'anning riyosetchiligida 31 mart o'tkazilgan yerlik saylamdan keyin tunji qitim baholash yig'ini o'tkazdi. Erdo'g'an saylamda erishgan bilet nisbatining tuvanligini ko'rsatib, buning asosli sababining 10 oy ilgari Oq partiyaga bilet tashlagan saylovchilarning bu qitim saylamga qatnashmaganligini aytdi. Erdo'g'an bu faqat biletni yo'qotishlar emas, balki qon va ruhni yo'qotishdir. Biz ya xatoligimizni his qilib o'zimizni tuzatishimiz yoki quyoshni ko'rgan muzdek davomli erib ketimiz dedi. Tayvanning sharqiy dengiz qirg'og'idagi Hualien shahrida 7,10 ball yer tavradi. Tayvanda yaqinqi 25 yilda yuz bergan eng og'ir yer tavrashda 9 odam hayotidan ayrilgan bo'lib, qutqizish otryadlari o'rilib tushgan qurilish va tonel xarobaligida qapsilib qolgan kishilarni qutqizish xizmatlarini davomlashtirmoqda. Rasmiy xabarlarga qaraganda, yaralanganlarning umumiy soni 800 ga yetgan. Yaponiya meteorologiya organi yer tavrishining darajasini 7,7 deb xotirlab, Okinawada kichik dengiz shovqini borligini xabar qildi. Filippin amaldorlari dengiz qirg'oqlaridagi kishilarni tarqoqlashtirishni talab qildi. Yer tavrash Xitoyning Fujian o'lkasi va Shanxaygacha ta'sir paydo qilgan. An'ana bo'yicha Ramzonda Oqsaroyda o'tkazilgan iftor ziyofatiga taklif qilingan musulmon fikr rahbari G'azza urushi sababidan taklifni rad qildi. Ishtirok bo'lmaganlikdan faoliyat tuvan darajalik yig'inga aylandi. Al Jazeera bilan suhbatlashayotgan manbalarning aytishicha, dastlabda qatnashishga qo'shilgan bir qism kishilar musulmon jamoatchilikning inkosidan keyin qarordan voz kechgan.